Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa mana bir 15 kundan o'tib qoldi. Bolgariya davlatidaman. Ya'ni mana har bir inson kun oralig'ida vizasini olgan aka-ukalarimiz uchib kelyapti. Ukamiz Jaloliddin Qoraqalpog'iston Respublikasidan. Xudo xolasa mana ukamiz bilan birgalikda har bir kelayotgan vatandoshlarimizni kuzatyapmiz. Bu inson nimaga siz bilan yuribdi deb so'rasanglar, ukamiz biz bilan Litva davlatiga ketadigan, shuning uchun oldimda men bilan birga mana shu bo'layotgan, ketayotgan har bir jarayonni o'zini ko'zlari bilan ko'rib turibdi. Qanchalik mana ter to'kyapmiz, mehnat qilyapmiz, qancha mashaqqatni boshimizdan o'tkazyapmiz. Kerak bo'lsa mana shu vokzalda 2 sutkadan oshiq vokzalda vaqtni o'tkazyapmizki, chunki har bir odam har xil paytda vaqtda kirib kelyapti. Haligi bir yastinsada yotishda o'zi yo'q. Qilayotgan ishlarimizni biroz bo'lsa ham qadrlab qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Bizga motivatsiya deydi-ku. Alloh hammamizni mushkulimizni oson qilsin. Xudo xolasa mana boshqa insonlar ham kelgan. Ular bilan namoz ko'rishamiz. Topshirsanglar bo'ladi. Ularimiz kelgan. Sizlar bilan Sherzodbek, Xudo xolasa mana bir biza 15 kun deyarli vaqtimiz, kunimiz o'tyapti. Shu Bolgariya davlatida kelayotgan, ketayotgan insonlarni hammasini kuzatib ishiga joylayapmiz. Xudo xolasa shu qilayotgan ishlarimizni biroz bo'lsa-da qadrlab qo'yasizlar. Yo'limizda, hayotimizda to'xtamaymiz, faqat oldinga intilamiz. Inshaalloh mana akalarimiz O'zbekistondan yetib kelishdi, sog' salomat uxlab turishdi. Ertalabki bir 5 larga kirib keldinglar, Xudo xolasa. 5 ta edi. Endi bu insonlarni ham o'z manzillariga jo'natib, ishlariga joylab, Xudo xolasa qaytamiz. Hamma har xil viloyatdan, Surxondaryo, Qashqadaryo, Qoraqalpog'iston, Xorazm, Vodiy. Azizlar, akamizni bir fikrini eshitamiz, biroz bo'lsa-da o'zingizlarga yarasha tushunchani olinglar. Assalomu alaykum, xush taboru. Mana bu joy bovari. Ma omadim, mana Sherzodbek qabul girif. Hamma joshda guftigish bore. Aroy gapa javob medodi bachcha. Mon chikil fahmon ham xel omada. Faromade mana omada girifsoda padarash rahmat. Ki metonad mebyot dalshi kor mekerim ba pesh. Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Bizni ko'rib kuzatib kelayotganlar, mana shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, Xudo xolasa kerakli ma'lumotlar berib o'tiladi.